Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Hammanglar obdan turibsizlarmi? Barchanglarning teniga saqliq, turmushiga xotirjamlik, qilayotgan har bir ishlarga utuq va barakatlarni tilab, bugungi ovozliq sunumni ko'ngil aramlarga sunmoqchiman. Men do'stinglar Yaqubjon. Bugun davomli turda do'stlarimizning ko'ngil aramiga psixologiya fanlari doktori, to'y turmushi mutaxassisi Sung Jayu apandimning baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli 30 soatlik darsininki yangi sonini sunmoqchiman. Yoqtirib anglaysizlar. Baxtlik to'y turmushi bilimlari. Avtori Sung Jayu. 10 dars. Yaxshi ko'rishmaydigan bo'lib qolibmi, nemishqa to'y turmushdan voz kechammaydi. Ayolni yaxshi ko'rmaydi, ammo to'ydan voz kechishni xohlamaydi. Ayollarning to'yni qo'g'dash va uningga ahamiyat berish darajasi biz yuqorida aytib o'tganda ko'pincha ahvollarda ayollar osonlikcha to'ydan voz kechmaydi. Erlar ayolni yaxshi ko'rmay, to'y turmushi va oilasiga ahamiyat bermay, yana nima uchun to'y turmushidan voz kechishni xohlamaydi. Bu ayol qarindoshlar bo'libmi, to'y turmushi hissiyoti tarafidan ziyonkashlikka uchragan ayol qarindoshlarni to'limi gangirtib qo'ygan bir masala. Erlarninki uyda qizil bayroq yiqilmaydi, sirtda rangdor bayroqlar lapillaydi degan psixikasini ayollar haqiqatan his qilolmaydi. Bu xil psixika zodi qandaq ish? Biz tövendeki bir qancha xil psixika va usul orqali bir-birlab tushundiramiz. Oldi bilan erlarninki ayollarga nisbatan egallash psixikasi yaklimilikka ega. Bir ayol uning rasmi xotiniga aylangankan, undaqda bu ayol maxsus uning bilan tava bo'ldi. Hamda suyish so'ymaslik uningki o'zining masalasi. Lekin o'zininki ayolni boshqa erlarga bersa qat'iy bo'lmaydi. Erlarninki bu xil monopol psixikasi umumiylikqa ega. Shunlashqa erlar ayolni yaxshi ko'rmasa-mu, ajrishish usuli orqali masalani hal qilishni xohlamaydi. Bu egallash ko'pincha ong qatlamidagi erlarning intayin shaxsiyatchi bir xil psixikasi. Bu erlarninki to'y turmushdan voz kechishni xohlamaydigan birinchi xil psixikasi. Uningdan boshqa oshnisi bor nurg'un erlar amaliyotda faqat sirtla o'ynashni yaxshi ko'radi. Ham izchil sirtda o'ynashni o'ylaydi. Hargiz ayolni rostli yaxshi ko'rmaydigan yoki bu to'y turmushini og'zi yo'qligidan emas, ayol tarafidan bayqalgandan keyin ular nihoyatda cho'ng bir qiyin masalaga duch keladi. Chunki ham oilasida voz kechgisi yo'q, ham oshni tutishdan voz kechgisi yo'q. Shuning bilan ular o'zining qilmishiga muvofiq sabab tepib berib, ayoldan qusur izlaydi. Masalan, mijoz xarakteri yaxshi emas, sazgur, gumonxo'r degandek. Ayol anglagandan keyin ko'pincha avval o'zini tanishab, o'zidagi nuqsonlarni tuzdi. To'y turmushi shunday davomlashadi. Erlarmi to'y turmushdan sirt muhabbatlashishdan uzil kesil voz kechmaydi. Taloq qarab qilishmi yo'lliq, asosi bor qilmishga aylanib qoladi. Yana bir xil ahvol bor. Ba'zi erlar bo'libmi huquqi bor yoki puli bor erlar sirtda gul izlab yurishni yaxshi ko'radi. Endi bularning bu xil xarakterini bundaq bir kuplet she'r bilan tasvirlasak naytdi. Obrazda qo'lishi mumkin. Kepinaklar suyib qo'yganga to'zib ketdi talay qizil gul. Surishtirsang vajini gullar bo'lib qatdi kepinak ko'ngil. Endi atgandan kashkicha erlar mushxil o'zining nafsini qandirish uchun uyda bisib o'ltiranmaydi. Ailesi ular uchun birer mehmon xonimi hisoblanmaydi. Xotiniga belgilik turmush kapalti bergandan boshqa ularninki odami, ko'ngli, jinsi, puli qatorliqlarni oilasiga mansub bo'lmaydi. Bu xil erlarninki ayoli intayin bichora bo'lib, ularninki klimakteriya davridagi yig'inli kasallik alomati intayin egri bo'ladi. Asalli yurak masalasi, yurak miya qon tomiri masalasi, psixika masalasi ko'rildi. Undaqda bu erlar nemishqa o'zlarininki xotini bilan ajrashib ketishga ko'zi qiymaydi. Ularninki shuncha yaxshi sharoiti bor turib, nima uchun bundaq saqta bo'lgan to'y turmushidan voz kechmaydi? Chunki bu erlar ishki jins munosabatini bir odamga muqimlashtirishni xohlamaydi. Agar ular to'y turmushi sirtidagi ayollar bilan to'y qilsa cho'qim, yangi ayolninki cheklamasiga uchraydi. Buni ular eng qabul qilolmaydi. Aslidagi ayoli ularninki sirt qilgan ishlar bilan kar bo'lmaganligi emas, faqat ikkisi o'rtasida allaqachon ma'lum bir yo'shrin kelishim shakllanib bo'ldi. Bu xil yo'shrin kelishimni buzib tashlash, yangi oila qursa, undaqda yangi ayoli texmi qattiq boshqurdi.
Buni u hargizmi qabul qilolmaydi. Shunlashqa bu erlarga nisbatan aytganda to'y turmushi bir qalqon bo'lib, to'y sirtidagi ayollarni keyindiga dojitidi. Yuqoridagi bir qancha xil ro'yi holat va qilmishga nazar solsak, shuni bayqaymizki, erlar to'y turmushi munosabatida xili shaxsiyatchi keladi. Yana o'zini o'ylaydi. Boshqalarning hissiyotini nihoyatda oz o'ylashadi. Nurg'un erlar mayli uydagi ayollarga bo'lsin yoki to'y turmushidan sirtqi ayollarga bo'lsin, faqat moddiy kapolat bilan ta'minlasila o'zining mas'uliyati va majburiyatini ado qilgan hisoblandi. Ammo hissiyot jihatdagi mas'uliyat, axloq va majburiyat to'g'risidagi mushu masala to'g'risida ular hargiz o'ylamaydi. Hatto u narsalarni saxta, keraksiz deb qaraydi. Mana bu erlarningki umumyuzlik o'yi. Nayda tipik bir misol var. Bir kasbda utuq qozongan erninki ayoli chiroyli, fazilatli qizi oliy maktabni bitkizgan ham nayda munavvar bo'lib, bir oila kishilari erninki oshnasi borligini bilmasdan burun nayda baxtli o'tgan natijada bir kun ichida yaxshi kunlar birdilla to'xtab, ayoli yo'ldoshininki sirtdan muhabbatlashayotganligini bayqaydi. Hamda birdilla bir necha oshnasini tekshirib topadi. Ayolni texim hayron qoldirgani bo'lsa, u bu oshnasi bilan bolaliq bo'lgan. Ayolning ko'ngli nayt yerim bo'ladi. Lekin bu ayoli va qiziga tasalli berib, ularni o'zining eng yaxshi ko'rdigini, sirtdagi ayollarga nisbatan astoydil emasligini deydi. Uning ayoli buni izlab kelib, mendan qanday qilish lozimligini so'radi. Amaliyotda mushu darajaga yetganda yana qanday qilib bo'lsin? Meningcha, ajrashishdan boshqa amal yo'q. Ko'pchilik bu erning fikriga qiziqadi. Men bilan bu erning suhbatidan uning ko'p yil tirish orqali o'z korxonasini qurganligini, hozir mulkininki 1 milliard 100 million yuanga yetadiganligini bildim. U buncha ko'p pul tepib nima qilaman deydi. Hammani xotinim, qizlarimga beraman deydi. Ular xashyalamdi. U yana har bir oilaga ko'ngil bo'lib bergan. Pul ularninki bir umr yashiga yetadi deydi. Uning deyishicha, uning atrofining hammasi ozdirishlar bilan to'lgan ekan. Uning ustiga u ayollarninki talabini qondirishga qurbi yetadi ekan. Uning bu ayollar bilan mushundoq oddiy o'zaro foydalanish munosabatlari bor ekan. Albatta u oilasiga yuz kelmaydigandek his qildi ekan. Shunlashqa ayoli va qiziga tegimi ko'p moddiy narsani berish orqali o'rnini to'liqlamoqchi bo'ldi. Odamning eni oldi bilan moddiy tarafidan belgilanib qoldi. Erlarda yetarli moddiy sharoit bo'lmagan vaqtda uningki oli ko'ngli bo'lgan taqdirdimi amalga oshirolmaydi. Biroq faqat puli bo'lsa-la, huquqiy va kuchi bor bo'lsa-la, uning tabiatidagi razillik ifodalanib chiqadi. Menimcha bu faqat tuzum va uning o'zidagi ong'a bog'liq. Ilmiy bo'lgan to'y turmushi, oila tuzumi, to'y turmushi munosabati o'rnatilgan vaqtdan boshlab ijro qilindi. Masalan, ikki odamning moliya ishlarini oshkorlash tuzumi, masalan, o'zaro uqtirish tuzumi qatorliqlar. Bu tuzumlar intayin muhim. To'y turmushi turg'izilgandan boshlab ikki odamda odat shakllandi. Mushundaq bo'lganda to'y turmushidagi kun ko'zi bo'lmaydigan yo'shirin mehnat ishlarga put taraf turg'idek joy qolmaydi. Shunlashqa ilmiy to'y turmushi va oila tuzumining sog'lomligi kafolat qiladigan to'y turmushi munosabatiga nihoyatda zo'r foydasi bor. Hamda bu yerdagi iqtisodningki o'zaro oshkorlanishi, ya'ni erninki topgan pulni ayoliga oshkorlashi, ayolninki topgan pulni eriga oshkorlanishi qaramoqqa ikki odamninki yetarli bir bo'shliqqa erishamagandek holati ifodalanib qolgan bo'lsin. Erkin bo'lolmagandek, o'zini bir xil to'y turmushga mahkam bog'lanib qolgandek tuyg'uga keltirib qo'ygan bo'lsinmi, lekin bu ayolninki iqtisod boshqarishga nisbatan aytganda, ya'ni moliya ishlarini tartibga yurishtirishdan iborat shunday cho'ng ishga nisbatan uzun muddat yaxshi moslashib, bir-birini hurmatlab o'tishidan aytdi turtkilik rol o'ynaydi. Shuning uchun ham do'stlarimizga musha tavsiya qilamizki, cho'qim ayol o'zra bir-birisining topgan pulni oshkorlashga jur'at qila olishi lozim. Qo'rqmay turib qarshi tarafga bildira olish lozim. Shunday bo'lgan vaqtda ondan ikki taraf o'tirsidagi bir-birisiga bo'lgan ishonch, bir-birisiga bo'lgan hurmat bo'lgan sari eshib boradi. Hamda garchi ko'pchilikka er kishi xotinni yaxshi ko'rmasa-mu, ajrasholmaydiganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin bu xil paketni oshkorlash maqsad emas, balki ko'pchilikka bu masalalarni hal qilishning usulini tep chiqib, er kishini yaxshi ko'rmasa voz kechishni, ayolni va oilasini aldamasligini bildirish. Albatta voz kechishmi eng oxirgi maqsad emas. Eng oxirgi maqsad suv kelguncha to'g'on selib, erlarni to'y turmushini o'rnatgan kundan boshlab oli ko'nglini, oli niyatini qafasga solab, uni yeshilmas qilib qo'yish.
klimatda qayta shakllanmaydigan qilish. Shunda qilgandila to'y turmushi kapolatga ega bo'ladi, oila baxtli bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bugungi mazmunlarimiz nihoyatda tetimliq, turmushliq bo'ldi deb o'yladim. Hamda nurg'un do'stlar biz oldingi sonlarda aytib keldik, ba'zi masalalarningki sababini bilmay turib qarg'ulacha tadbir qo'llandi. Bo'lib shu ayollarningki bir-birsininki shu xarakteriga nisbatan tonishi toza, mukammal bo'lmaganligi uchun hadislar, xato usullarni qo'llanib, chapaqni olaman deb ko'zni qari qilib qo'ygan mana shunday yomon oqibatga boshlab qo'ydi masalalarni. Shuning uchun hamda oxirida tavsiya shuki, erlar ayollarni texmi yaxshi tushunsin. Shundaqla ayollarmi erlarni yaxshi tushunsin. Bir-birsininki psixikalik ro'yi oldi. Har bir yosh qatlamidagi masalan erlarninki hamda bir qadar pul topamagan vaqtidagi ro'yi oldi bilan azroq pul tepib yanchig'i tomroq bo'lgan vaqtdagi ro'yi oldi. Psixikasi bo'libmi, yot jinsliklarga bo'lgan ro'yi oldi. Butunlay o'xshamaydi. Bugungi mazmunda shu nuqtadan aytdi, gavlik ta'kidlandi. Hamda ayollar erlarninki shu har xil yosh bosqichidagi shundoqla har xil holatdagi psixikalik ro'yi oldini obdan tushungan vaqtida anandagi shuning qarta muvofiq tadbir qo'llanib erlarninki shu olib ko'ngilligini azroq o'sima tizginlab, uni qafasga solib, yenidan ketanmaydigan qilsa tamoman bo'ladi. Hamda yana bir masala var. Shu Sonjayi apandimniki bugungi maqolasiga birlashtirib ta'kidlaydigan bir masala var. Jamiyat konsiri taraqqiy qilyotdi. Turli tuman ishlab chiqarish vositalarining turtkisida biz o'zimiz ko'nglimiz xohlaydigan moddiy lavozimliklardan eng yuqori chekda bahralanishga intilyapmiz. Turli tuman fan texnika buyumlari bizning turmushimizga singib kirdi. Biz eng yaxshi narsadan, eng ko'rkam narsadan bahralansak deydigan shunday bir holatga yetyapmiz. Hamda ayollar ba'zida uydagi vaqtlarda sirtda bir xil bo'libmi, sirtga chiqqanda shunda chiroyli yasinib, o'zining eng go'zal holatini sirtda ifodalab, uy kirgan vaqtning o'zida shu uxlash kiyim bilan zodi uyda u ham bu ham mengib, chash pashnimi tarimay, o'zining bo'lib shu sirtqi obrazga diqqat qilmaydigan ahvolmi xeyli bor. Hamda ba'zi erlar masala so'rab, mushkul masalalarni inkos qildi. Bu kichik nuqta. Bunga diqqat qilmasak nim bo'pti deb o'ylaydigan ayollar bu. Bu uy tursa, uy deganda xohlagancha erkin azodi yurmamdi deb o'ylaydigan ayollar xeyli bor. Endi siz o'zingizningki eng chiroyli holatini sirtga chiqqanda boshqalarga ifodalab, xizmat o'rningizda, bu turli tuman murosimlarda boshqalarga ifodalab, uyga kapla o'zingizningki eng satta holatini, grim qilmagan holatingizni, o'zingizning eng vayron holatini yo'ldashingizga ko'rsatsangiz, balkim yo'ldashingizda sizga nisbatan qiziqish, sizga nisbatan hurmat bo'lgan siri ojizlab yonish mumkin. Endi bu nuqtani biz ta'kidlab qo'ymsak faqat bo'lmaydi. Chunki bu xil masala ko'pincha oilalarda mavjud yoki bo'lmasa asosan diqqat qilmaydi ba'zi ayollar. Endi shuning uchun uydimi ayollar cho'qim sirtdagidek chiroyli, latofatli yurishi, hatto sirtdagidimi chiroyli yurishi, eng chiroyli kiyimlarni kiyishi, eng qimmat bog'liq atirlarni sepib yurishi nihoyatda muhim. Erlarning ko'ngli uxtimiz deydiganimiz cho'qim ayollar o'zimizning tashqi obraziga, yurish turishimizga alohida diqqat qilmasak bo'lmaydi. Sirtda emas, cho'qim uydimi sirtdagidan bakrak o'zimizga diqqat qilsak, o'zimizni yasab chiroyli eng ko'rkam holatda tura olsak, anondikin erlarningki olib ko'ngilni texmi yaxshi holatda tizgilay olishimiz mumkin. Bo'ldi do'stlar, unda bo'lsa bugungi mazmun mushunchlikroq bo'lsin. Sonjayi apandimningki Baxtlik to'y turmushi nomli kitobininki yangi sonlari atligi davomliq diqqatingizga sunildi. Unda bo'lsa ata mush vaqtda sirdishayli. Barchalarningki oilasiga xotirjamlik, turmushiga osoyishlik tilab, sizlarga mush yerda qo'sh demoqchiman. At sirdishayli. Xayr xo'sh.